O'sha tobut ko'targanda ichida ona borligini sezgan kun mana bu yurak parchalari tamom bo'ladi. O'sha tobutning ichida ota borligini sezgan kun, orqaga qarasangiz, yo'qligini sezgan kun tamom bo'lasiz. Ishoning. Qancha otasi o'lganlar bilan suhbatlashsangiz, o'sha o'rindiqlarga qarab yig'laveraman har doim. Tufullarni ko'rib yig'layman deydi. Nimaga? Yo'q-da endi. O'shaning uchun onangizga, otangizga qattiq gapirmang. Avliyo olib ketayotgan bo'lsangiz ham, 5 vaqt namozni do'ndirib tashlayotgan bo'lsangiz ham, 30 pora Qur'on yodlab, ilmda cho'qqiga chiqib, mavizalarni zo'r qilsangiz ham ota-onaga qattiq gapirmang. Boyib ketayotgan bo'lsangiz ham ota-onaga qattiq gapirmang. Eng go'zal gaplaringni shu onangga gapirgin. Gapir jannatimda, gapir volidamda, gapir onajonimda. Alloh Qur'onda gapiribdi. Nima istaysiz, ayting. Nima xohlaysiz? O'sha Dubaydagi eng qiyin, qimmat kiyimlar, abayyalarni olib kelib beraymi sizga, kiyasiz. O'sha Malayziyadagi eng qimmat ro'mollarni olib kelib beraymi, o'raysizmi? O'sha brend do'konlardagi oyoq kiyimni oyog'ingizga kirib, uzib kiygizib qo'ysam bo'ladimi? Shunda rohatlanasizmi? Ko'chadagi hamma kimlardir restoranlarga kirib, eng qimmat joylarda loyiq bo'lmasa ham ovqatlanyapti. Yuring sizga ham o'sha qimmat restoranlarga olib boray. O'sha joylarda gullarni beray, eng zo'r kiyimlarni beray, onaga yaxshilik qilish qanaqaligini butun insoniyatga ko'rsatib qo'yayman. Deb turib, aytinglar yigitlar, hamma bor budingiz tashlab yubormaysizmi oldiga? Otam, onam deb pul yubormaysizmi? Kuniga 1 milliondan rasot qilmaysizmi? Nima qilasiz? O'shancha mol dunyoni olib ketib, yashirib, xotin bilan birga taxlab nima qilasiz? Olib ketmaysiz-ku baribir. Necha marta eslamaysiz, tirikligidan xabar olmaysiz. Necha marta joy ko'chib ketgansiz, kelmaysiz, oylab ota-onangizni. Soch soqoli oqarib chekida o'tiribdi. O'sha Termizdagi choy quyib, bechora. Unga hech narsa kerak emas, shunchaki ham suhbat kerak. Va sohibuhuma fid dunya deyapti Alloh. Chiroyli gaplashing ular bilan deyapti. Suhbatdosh bo'ling ular bilan deyapti. Oching Qur'onni varaq bilan o'qing. Faqatgina tadbirkorlik haqida emas, ota-ona haqida ham o'qib ko'ring bir. Bugun qiling, ertaga demang. Falon bo'shdan olib uchasga qilaman demang. O'lib ketsak kimlardir yashaydi o'sha dunyoda. Sharoit qiling eng zo'rini. Nima istaysiz? Hammomingizni zo'r qilib beraymi? Issiq tepli qo'llari bilan shundoq ochganda issiq suv kiradigan qilib beraymi? Deb ayting. Oshxonangizni zo'r qilib beraymi deb ayting. Har kuni kiyim olib boring kerak bo'lsa. Nima qilib bo'lsa ham, girdi kapalak qilib bo'lsa ham xursand qiling.